Mubina, voy kenaya cho'chib ketdim. Mubina, yana telefon shotga bekityapsizmi? Ertaga akangiz qo'liga tushib qolsa nima bo'ladi bilasizmi? Meni hayotim ham buzilib ketadi. Sizni ham urishadilar. Oyijondan ham gap eshitaman. Boshqa telefon bekitmang bo'dki. Men necha marta aytdim-ku, jon singlim, yig'ishtiring, bekitib telefon tutmang. Ertaga baba akangiz uyga bilib qoladi o'sha bola bilan gaplashayotganingizni. Keyin oxiri yomon bo'ladi. Hozirgi bolalar o'yin qaro bilasiz. Siz hali yosh qiz bo'lsangiz, qo'ying bunaqa ish qilmang, singlim. Bering telefonni menga. Kenaya. Hop. Ana shu ketadigan o'rtoqlar, meni ko'k sumkangizga berib turing. Ha, bo'ldi, hozir beraman. Mana. Rahmat. Agar o'yinchi telefon qilib tashlasalar, o'zingiz tushuntirib qo'ying, kenaya. Ha, bo'ldi, unisini bilasiz-ku. Besh qilaman. Boring ketavering. Ha, jon tinchlikmi? Mubinani qarang, telefonni olmaydi. Bir og'iz olib men aytaman desa bo'lmaydimi? Hozir adezda keladi, men gap eshitaman. Qayerda yuribdi bu qiz? Voy oyijon shungamidi? Menga yaqinda telefon qilib aytgan edilar Mubina. Kech qolaman, keyin oyim ketib qo'ying dedilar. Hozir yo'lda kelyaptilar oyijon. Men esimdan chiqib qopti deydish. Shuni vaqtliroq yetmaysizmi? Esingiz qursin sizni. Kenaya, qarab oling. Ha, Mubina tinchlik? Kenaya, keling, ishim bor edi. Kenaya, bugun o'rtoqlarni konsert ketyaptidan. Konsert soat 7 da boshlanar ekan. 7 da ko'chaga chiqarmaydilar-ku. Soat so'rab bering. Biluvdim o'zi shunaqa deydi bu qizni. Yana men so'raymanmi? Iltimos, kenaya, iltimos. So'rab bering. Bo'pti.